Banda gulga qaraydi. Rangiga, shakliga, rangiga, hidiga, qushlarning rang-barangligi, ularning shakliga, go'zalligiga qaraydi-da, aqli lol qoladi. Albatta bu go'zalliklarni yaratgan zot ham o'zi albatta go'zal bo'lgan zot. Ba'zida ana shu bir ayrim mahluqlarda chiroyi, go'zalligini qarab bizni hayrat ushlaydi. Lol qolamiz. Tilimiz kalima kelmay qoladi-da subhanalloh deb yoramiz. Agar mahluq shunchalik chiroyli bo'lsa, uni mana shu yo'qdan bor qilib shunday chiroyli qilgan Alloh taolo o'zi qanday go'zal ekan. Bir qushni ko'rsatishyapti, mana kallasining rangini o'zgartiryapti, sayrayapti, bir qushni o'lyapti, pat. Tasavvur qiling. Sariq bo'lyapti, qora bo'lyapti. Buni ko'rib turib, lol qilmay ilojingiz yo'q. Mana shu Alloh taoloning go'zal san'atini ko'rgan, mana degan muhandislar, me'morlar Allohning san'atiga qoyil qoladi-da, undan ilhomlanadi. Alloh taolo al-Jamil, go'zal bo'lgan zot. Go'zalligining asli Alloh subhanahu va taolo bo'ladi. Endi Alloh taolo o'zining mahluqlardan birontasiga ana shu go'zallikdan bir ulush bergan bo'lsa, odamlar ana shu go'zal mahluqqa qaraydi-da, qalbi bog'lanib qoladi. U chiroyli, go'zal ot bo'lsin yoki bir mashina bo'lsin, go'zallikni ko'rganda inson unga albatta mahliyo bo'lib qoladi. Toat nima? Birodarlar, toat bu muhabbat. Ibodat, itoat nima desa, ulamolar mana shu itoatning, ibodatning juda ham bir go'zal ta'rifini keltiradi. Diqqat qilamiz. Asosi ishonch bo'lgan, abadiy saodatga olib boruvchi, qalbiy muhabbatga aralashgan ixtiyoriy toat ibodatdir. Asosi ishonch. U sizni saodatga, abadiy saodatga olib boradi. Qalbingizni muhabbati bilan aralashgan. Shunga asoslangan toat keyin ibodat deyiladi. Siz namozda o'qiyotganda yaxshi ko'rib o'qiysizmi, yomon ko'rib o'qiysizmi? Roza tutayotganda yaxshi ko'rib tutasizmi rozani yo majbur tutasizmi? Qarang, muhabbatga aralashgan ixtiyoriy toat deyapti. Ixtiyorimiz bilan ibodatga kelayotgan bo'lsak, demak bu ibodatimiz ibodat bo'ladi. Agar majburiyat bo'lsa, uyatganimizdan, hamma qilayotganligi uchun kelayotgan bo'lsak, muhabbat bilan qilmayotgan bo'lsak, bu amalda bu ibodatga o'tmaydi. Dinda birodarlar ma'rifat bor, sulukiyat bor, go'zallik bor. Innalloha jamilun yuhibbul jamala dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Albatta Alloh go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ushbu sahih hadisiga quloq tutamiz. Bu hadisni Imom Muslim o'zining sahihida keltiradi. Rasululloh aytadilar: "Hijabuhu nur. Hijabuhu nur, law kashafahu la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi." Alloh azza va jalla, birodarlar, u zotning hijobi nur. Alloh taoloni hech kim ko'zi bilan ko'rishlikka qodir bo'lmaydi. Na bir maloikalar, na muqarrab farishtalar, na anbiyolar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu Me'roj kechasida, ana shu 7-osmonning ustida namozni 5 mahal farz ekanligini olib tushganida Oysha onamiz so'raganki: "Ey Rasululloh, har ra'ayta robbaka? Robbingizni ko'rdingizmi?" deganida, "Nur, anna ara." Hamma yo'q nur edi. Qayoqdan ko'ray dedilar. Rasul aytadilar, uning hijobi nurdir. Agar uni ko'tarsa, Alloh taolo shu hijobini ko'tarsa, yuzining ulug'ligi, ya'ni go'zalligi uning nazariga tushgan mahluqotlarni kuydirib yuboradi. Inson zoti, umuman mahluqot Alloh azza va jallani ko'rishga ojiz bo'ladi, ko'ra olmaydi. Allohni ko'rish emas, quyoshga qaranglar 3-4 marta. Tikka qarang quyoshga 3-4 marta ko'zingiz bilan, ochkasiz yoki niqasiz, maskasiz nima bo'ladi? Bitta mahluqdan chiqqan yorug'lik nur sizni ko'zingizni ko'r qiladi oxir 10 marta qarang. Mahluq sizni ko'zingizni ko'r qilib qo'ysa, ko'zingiz unga qarashlikka ojiz bo'lsa, Alloh azza va jallani ko'rishga qanday qodirman dedi bir inson. Allohni ko'rishligi uchun birodarlar dunyodan o'tish kerak, jannatga kirishlik kerak. Shunda Alloh taolo xohlasa yuzini ko'rsatadi. Alloh taolo aytadi: "Astagfiru billah, wujuhun yawma idin nadira ila robbiha nadira." U kunda, qiyomat kunida mo'minlarning yuzlari yashnab, Parvardigorlarga boqib turgushidirlar. Inshaalloh ko'ramiz birodarlar. Inshaalloh ko'ramiz.
Jannat ahllarini sifatlari aytilganda ayrim kitoblarda aytilinadi. Jannat ahli Alloh subhanahu va taoloning jamoliga qaraydida, uning go'zalligidan 50 ming yilga aqllaridan g'oyib bo'ladi. Hushidan ketadi, 50 ming yil yotadi, o'ziga kela olmasdan. Inson go'zallikka oshiq bo'ladi. Go'zallikni yaxshi ko'rishlik insonda tabiatida bor narsa. Mana shu go'zallikka oshiqligi uni gunoh qilishlikka olib boradi. Tushunarlimi? Inson go'zallikka oshiq bo'ladi, mana shu go'zallikka oshiqligi uni gunoh qilishlikka yetaklaydi. Inson qachon Robbisiga osiylik qiladi? Yagona bo'lgan Robbisini tanishdan uzoq bo'lsa, Alloh taoloning go'zal ismlari va oliy sifatlaridan g'ofil bo'lganda, ayrim mahluqlarning go'zalligiga aldanib qolib, shunda Robbisiga osiylik qiladi. Bir ayolni go'zalligini ko'radi-da, unga mahliyo bo'lib, gunohga qo'l urib qo'yadi. Chiroyli bir imorat ko'radi, shuni olay dedi-da, gunohga qo'l urib qo'yadi. Chiroyli bir mashinani ko'radi-da, uni go'zalligini mahliyo qiladi-da, gunohga qo'l urib qo'yadi. Lekin mana shu osiylik qilayotgan bandalar, go'zallikni deb osiylik qilayotgan bandalar haqiqiy go'zallikni Alloh taoloda ekanligi, go'zallikni asli Alloh ekanligini bilishganida bu gunoh ma'siyatga qo'l urmagan bo'lishar edi. Masalan, o'zi bilan yashayotgan bir 25 yil, 30 yashagan ayolini, endi musulmon ayollar afifa bo'ladi, iffatli bo'ladi, kamtar bo'ladi, shu betini sog'lab yuraveradi-da uyda. Manikyur, pedikyur qilmaydi. Ha, indamasdan olib borib, shunday pardozni olib kelib o'tkazib qo'ysin-da. Hali eri ko'rib turib, yaxshi ko'rib qoladi. Chunki nimaning oshig'i? Go'zallikning oshig'i. Qani endi ayollar shu narsani tushunsa, inson erkak zoti, umuman odam zoti go'zallikka oshiqligini bilsa, o'zini sal otangga, enangni, bu eskilar bilan yangilar bilmaydi. Otangga, enangni bepardoz ko'rsatma. Ya'ni inson zoti go'zallikka, chiroyli narsaga oshiq bo'ladi. Mahluqlarning go'zalligiga aldanib, Robbisiga osiy bo'lib, oxiratini boy berib qo'yayotgan odamlar bor. Agar bular birodarlar, bu dunyodagi hamma go'zallik ularni aldayotgan go'zallik, Allohning go'zalligini oldida hech narsa bo'lmay qolishigini tushunishganida, ehtimol osiylik qilishmasmidi ekan? Ehtimol osiylik qilishmasmidi ekan? Alloh taoloni tanish, uni ism va sifatlaridan xabardor bo'lish, unga muhabbatli bo'lish hamda unga qulchilik qilish mo'minlar uchun haqiqiy saodatdir. Garchi dunyoda qo'lida hech narsasi bo'lmasa ham, eng baxtli odam mo'min bo'ladi. Chunki al-jamil bo'lgan, go'zal bo'lgan Robbisini taniydi. Ism sifatlardan xabardor bo'ladi. O'shuning uchun qo'lida hech narsasi yo'q bo'lsa ham, qanday ahvolingiz desa, nima deydi? Nima deydi? Alhamdulillah deydi. Chunki bu dunyodagi mushkulalar, bu yetishmovchiliklar Allohning diydorini ko'rishlik oldida hech narsa bo'lmay qoladi. Va mana shu alhamdulillah degan so'zni faqat mo'min aytar ekan. Musulmon ishlaringiz qalay desa, alhamdulillah deydi. Ishi xirami, tiniqmi farqi yo'q. Chunki nimaga alhamdulillah deydi desa, u Robbisini diydorini ko'rishdi oldida bu mushkulalar hech narsa bo'lmay qolishini yaxshi biladi. Ayrim insonlar musulmon kishi dunyoni go'zalliklaridan mahrum deb o'ylashadi. O'zini ibodati bilan, taqvosi bilan dunyoda ko'p bir xayriyatlaridan, go'zalliklardan mahrum bo'ladi deb o'ylaydilar. Lekin haqiqatda-chi? Haqiqatda buni aksi bo'ladi. Alloh taolo o'ziga oshiq bo'lgan mo'min bandasini qalbiga shunday bir narsani berib qo'yadi. U xoh rahmat deng, xoh sakinat deng, nima desangiz deng, lekin mana shu Alloh taolo berib qo'ygan narsasi insonni eng saodatli insonga aylantiradi. Musulmon kishini eng saodatli bandaga aylantiradi, garchi qo'lida dunyoda bir tiyini ham bo'lmasa ham. Mana shu xotirjamligi Alloh taolo solib qo'ygan mana shu rahmatni Alloh olib qo'ysa, bu inson o'zini dunyodagi eng baxtsiz inson deb biladi. Garchi dunyoning hamma matohini qo'lida bo'lsa ham. Yunus alayhisalom Bag'lad xoniga tushib dengizga kirib ketdi. Nima deb duo qildi? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Parvardigor, sendan o'zga iloh yo'q, albatta men o'zimga o'zim zulm qilganlardan bo'ldim. Ya'ni senga osiylik qildim, eng baxtsiz inson bo'lib qoldim.
Musulmon odam savobli ish qilganda, Alloh rozi bo'ladigan ishni qilib, shunga muvaffaq qilganda shunaqa saodatni his qiladi o'zida. To'g'rimi? Hech kimga bildirmasdan bir muhtoj odamning mushkulasini hal qilib qo'ydingiz. Xursand yuribdi. Hech kimga bildirmaysiz, shunaqa xotirjamlik his qilasiz. Bu faqat mo'minga beriladigan narsa. Alloh azza va jalla bu payg'ambarini duosini ijobat qildi, najot berdi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam Quraysh quvib chiqdi Makkadan. Rasululloh Savr g'orida o'zini hamrohi Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan o'tiribdi-da, mana shunday holatda, quvg'inda qochib g'orda o'tirgan bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng baxtli inson edi. Chunki u zotning qalbiga Alloh taolo sakinatni, xotirjamlikni bergan edi. Mo'min odam dunyoda huzur halovatdan bexabar, u dunyoda bir go'zallardan mahrum deyotganlar juda ham katta xato yo'l qo'yishadi. Agar bir odam dunyosi keng bo'lsa, mansabi katta bo'lsa, ammo Allohni tanimagan bo'lsa, agar Alloh subhanahu va taolo tanimagan bo'lsa, bu eng baxtsiz, badbaxt inson. Insonning qalbida bir bo'shliq bo'ladi, uni na pul, na mansab, na boshqa narsa to'ldiradi. Dunyoning hamma go'zalligi uning qo'lida bo'lsa ham, uni qalbi taskin topmaydi. Nima uchun? Allohdan uzoq bo'lganligi uchun. Ana shu dunyo egalarini qarasangiz, hamma yo'g'i go'zal. Uyi ham go'zal, mashinasi ham go'zal, hamma yo'g'i go'zal. Lekin nimaga qalbi ularda taskin topib xotirjam bo'la olmaydi? Nimaga saodat yo'q? Chunki go'zallikda asli bo'lgan Alloh taolo uchun ularning qalbida joy yo'q. Haqiqiy saodat nimada? Kimdir farzandda deydi. Kimdir sog'likda deydi. Kimdir boylikda deydi. Kimda nima yo'q bo'lsa, saodatni shu narsada deb biladi. Saodatning haqiqiysi qanaqa bo'ladi? Haqiqiy saodat qanaqa? Alloh taoloning o'ziga yaqin bo'lish bilan baxtli bo'lishingni his qilsang, shuni tushunsang va Allohga yaqin bo'lsang, sen eng baxtli insonsan. Insonda saodatli, baxtli bo'lishligi na millatiga, na puliga, na bir boshqa narsasiga qaralmaydi. Allohga qancha yaqin bo'lsangiz, shuncha saodatli bo'lasiz. Hayotingizda mo'min banda siz shunday saodatni his qila olmayapsizmi? Demak, Allohga yaqin emas ekansiz. Agar Allohga yaqin bo'lganingizda, sizdan baxtli inson bo'lish kerak emas edi. Chunki Alloh taolo aytadi: "Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub." Ogoh bo'lingiz kim? Albatta qalblar Allohni eslash bilan, Allohni zikri bilan oromlanadi. Allohga yaqin bo'lish bilan inson baxtli bo'lar ekan. Allohdan uzoq bo'lishligi bilan dunyoning hamma go'zal matohi qo'lida bo'lsa ham bu inson baxtsiz bo'ladi. Dalil: Astagfirullah va man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Alloh taolo aytayapti, kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, ya'ni Allohning shariatidan, dinidan yuz o'girsa, bas unga tanglik hayoti bo'lur. Allohdan uzoq bo'lgan bandani hayoti tang bo'ladi. Ulamolarning so'ziga quloq tutamiz. Ularga savol berildi. Nima uchun ayrim boylar va ayrim bir mansabdor odamlar hayotida saodatni, baxtni topa olmaydi? Agar qarab ko'radigan bo'lsangiz, o'sha dunyoviy go'zalliklarda hammasi ularning qo'lida. Odamlar aytolmayotgan chiroyli uy, mansab, mashina, jihoz, hamma narsasi chiroyli. Nimaga bular saodatli emas? Shu narsasi yo'q odamlar saodatni dunyoning go'zalliklarida deb biladi. To'g'rimi? Dunyosi zo'r bo'lgan odamni ko'rganda mana shu odam baxtli odam deb o'ylaydi. Albatta bu noto'g'ri tushuncha, birodarlar. Javob shunaqaki, ha, unday kishilar baxtsiz. Ularning baxtsizligi molini ozligida emas. Ularning baxtsizligi qalbini torligida. Insonning qalbida bir bo'shliq bor, uni Allohga bo'lgan muhabbatgina to'ldira oladi. Alloh taolo bergan sakinatgina to'ldiradi. Dunyoda matoh emas. Bo'lmasam qaranglar, birodarlar, o katta-katta korporatsiyalarning egalari. Milliardlagan, trilliardlagan pul bor. Haligi pullarini seyfidan ochib turib, nonda siz yegandaqa bir pachka $100 olib, chaynab yeb tugata olmaydi umrining oxirigacha. Shunaqa ko'p puli. Lekin nimaga yana intilyapti ular shu pulni ko'paytirishga? Chunki biz aytayotgan boyagi bo'shliqni ular pul bilan, dunyoning matohi bilan to'ldiraman deyishuvdi.
bu chuqurlik to'lmas edi. Shuning uchun aytiladi, dunyoda jannatning bir ko'rinishi bor. Kim shu jannatga kirmasa, oxiratdagi jannatga kirmaydi. Jannat deyiladi, hayotidan bir shingil bor. Kim mana shu bir shingil hayotga kirmasa, oxiratdagi jannatga kirmaydi. Qaysi jannatda u desa, Allohning zikri bo'ladigan majlis, ilm majlisi. Mana ilm majlisida o'tiribmiz. Kirganimizda kayfiyatlar har xil edi, asablar har xil edi, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy ahvol har xil edi, lekin bilasizmi? Ma'ruza tugagandan keyin qarasangiz, hammani qalbi bir xil sakinat topib qoladi. Nimaga desa hozir aytayapmiz. Ogoh bo'ling, qalblar Allohning zikri bilangina orom oladi. Shuncha aytiladiki, bechora dunyo ahllari dunyoga kelib ketishdi-yu, ammo undagi eng go'zal narsani totishmadi. Nima edi u? Allohning zikri, ilm majlisi, ibodat edi. Nimaga konsertlarga boriladi? Nimaga o'yingohlarga, nimaga ko'ngil yozar joylarga odamlar to'p-to'p bo'lib boradi? Nimaga? Yana konsertlari to'lib yotibdi. Qadagi yolg'on gapiradigan, faxshni gapiradigan, fisq fujur gapiradigan masxaravozlarda atlar ham ko'payib ketgan. Mana shu guruhi, mana jamoasi minglagan odamlar kelib tomosha qilib o'tiradi o'sha yerda. Konsertlarga boradi, shoular bo'ladi. Haligi spektakllarni qarasangiz, haligi nimaga boradi shu konsertlarga? Bir o'ylab ko'rganmisizlar? Falon jamoani deydi, konsertini ko'rib keldim deb faxrlanyapti. Nimaga konsertlarga boriladi? Nimaga o'yingohlarga, nimaga ko'ngil yozar joylarga odamlar to'p-to'p bo'lib boradi? Nima uchun jamlanishadi u yerda? Nimani istaydi ular u yerdan? U yerda nima bor? Qo'shiq bor, raqqosalar bor, taomlar bor. O'zlarini saodatini shu narsalarda totishda, shu yerda bo'lishlarida biladi. O'sha yerga kelsa qalbi taskin topgandek bo'ladi. Mushkullarni unutgandek bo'ladi. Xo'p, konsert tugagandan keyinchi bir oz taskin topganga o'xshaydi, lekin haqiqatan taskin topadimi? Bular qayerga borib qalbi taskin topish mumkinligini bilmaydi bular. Bular maqsadni, niyatni noto'g'ri qilgan. Agar mana shu odamlar Alloh taologa iqbol qilishganida haqiqiy saodatni his qilgan bo'lishar edi. Va bu saodat vaqtinchalik bo'lmas edi. Abadul abad sakinatidir bu. Boy bo'lganingizda ham zo'r edingiz, kambag'al bo'lganingizda ham zo'rsiz, kasal bo'lganda ham alhamdulillah, sog' bo'lganda ham Allohga hamdlar bo'lsin. Abadiy sakinat, abadiy xotirjamlik birodarlar Allohning shariatida, Allohning dinida bo'ladi. Shuning uchun Alloh taoloni tanigan mo'min hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. Chunki kim bilan muomala qiladi u? Yagona bo'lgan, tengsiz bo'lgan, kuch-qudrat egasi bo'lgan, go'zal bo'lgan, hamma yaxshiliklar uni qo'lida bo'lgan Alloh taolo bilan muomala qiladi. Mo'min kishi Allohni tanib turib baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Mo'min kishi Allohni tanib turib baxtsiz bo'lishi mumkin emas. Allohni tanish bilan baxtsizlik billa bo'la olmaydi. Xuddi o't bilan suv billa bo'la olmaganidek. Endi siz mo'min bo'lib turib, ibodatda bo'lib turib, halol bo'lib turib, o'zingizni baxtsiz his qilayotgan bo'lsangiz, demak siz Allohni tanimabsiz hali. Bu darslarimiz siz bilan bizga Robbimiz azza va jalla tanityapti. Tushunarlimi? Jasadimiz shu yerda bo'lgandek, ruhimiz ham shu yerda bo'lsin-da, bir haftaga zarar topib ketamiz, bir hafta yuramiz maza qilib. Boradi, konsertni ko'rib keldi, bir hafta maqtanib yurasiz, zo'r nasl. Keyinchi gunoh ma'siyatga, fahsh fujurga guvoh bo'lib kelding. Mo'min odamning qalbi taskin topadigan joy Allohning zikri, ibodati, Qur'oni. Lekin qaranglar, qarab ketyapmiz. Go'zallikda, sakinatda, xotirjamlikda qadr istayapmiz. Demak, Allohni tanigan mo'min hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. Allohni tanigan mo'min hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. Asarlarda keltiriladi: Ya ibn Adam, utlubni tajidni. Iza wajadtani wajadta kulla shay. Ey odam bolasi, meni izlab topasan. Agar meni topsang, hamma narsani topding. Agar meni topmasang, meni yo'qotsang, hech narsani topmading. Shuning uchun qaytarib aytyapmiz. Allohni tanigan mo'min hech qachon baxtsiz bo'lmaydi. O'zimizda shu saodatni his qilmayapmizmi? Demak, Allohni tanimabmiz.
Inson go'zallikni oshig'i dedik. Chunki Alloh taolo insonni mana shunday qilib yaratdi. Go'zallikka oshiq. Diqqat qilinglar. Deyarli hammamiz bilgan haqiqat. Inson hayotida bir go'zallikni ko'radida, shu go'zallikka yetishlikni qasd qiladi. Yerni, mana shu dunyoni go'zalliklaridan, umrini shu narsaga sarf qiladi. Masalan, boylik, mansab hamma narsada o'ylaydi. Hamma narsa shu boylik bilan mansab. Umrini borini sarflaydi. Hamma imkoniyatini sarf qiladi. Erishganidan keyin shu boylik yoki mansabga o'zi uchun bir achchiq haqiqatni kashf qiladi. Bu boylik bilan mansab bor yo'g'i bir narsa ekan, hamma narsa emas ekan. Bu boylik bilan mansab bor yo'g'i bir narsa ekan. Endi dunyodan chiqib ketayotganda shu boylik bilan mansab hech narsa emasligini tushunadi. Inson bolasi bir go'zal ayolga yetishlikka intiladi. Mana shu go'zal ayolga yetishlikni dunyodagi eng asosiy narsa, hamma narsa deb biladi shuni. Umrini sarf qilib shu ayolga yetishganidan keyin o'zi uchun achchiq haqiqatni kashf qiladi. Ayol hamma narsa emas ekan, bor yo'g'i bitta narsa ekan. Ammo dunyodan chiqib ketayotganda bu ayol hech narsa emasligini tushunadi. Bu dunyoda insonning qalbiga doimiy xotirjamlikni, doimiy saodatni olib keladigan hech narsa yo'q. Chunki dunyo o'zi vaqtinchada, qaranglar. Ko'ring, ko'zingizga chiroyli ko'ringan bir imoratni sotib oldingiz. O'tdek ko'rinardi, go'zallikning bir ramzi. 1 oy, 2 oy quvonib yashaysiz. Keyin oddiy bo'lib qoladimi uy? Yangi chiqqan modeldagi mashinani bir narsa qilib harakat qilib olasiz. 3 oy, 4 oy mingandan keyin nima bo'ladi? Undan ham zerikasizmi? Inson zotini qalbi to'ymasligini bilgan, inson zoti go'zallikka intiluvchi ekanligini bilgan kompaniyalar mana shu nozik joyimizdan juda chiroyli foydalanadi. To'g'rimi? Restyling versiyasi mashinani deydi. O'zi avval chiqayotgan mashina edi, jinday nikel qo'shib qo'yadi, stopini boshqacha qilib qo'yadi, bakovoyni boshqacha qilib qo'yadi, bo'ldi, restyling. Undan ham zerikasizmi? Inson go'zallikka oshiq bo'ladi, go'zallikka to'ymaydi, lekin Allohga oshiq bo'ladigan bo'lsa, Alloh taoloning jamoliga oshiq bo'ladigan bo'lsa, bundan zerikmaydi. Siz dunyo maydonida katta muvaffaqiyatga, yutuqqa erishgan kishilarning hayotiga qarasangiz, hayotidan zerikkanligini ko'rasiz. Nimaga desangiz, intiladigan maqsadi qolmadi. Dunyoni hamma xayriyatlarga erishib bo'ldi. Katta yutuqlari ham ular uchun nima bo'lib qoldi? Oddiy narsa bo'lib qoldi. Zerikadi hayotidan. Zerikish bor hayotida. Shuning uchun mo'min banda Allohning go'zalligiga, Allohning jamoliga oshiq bo'ladi-da va bu dunyoda u maqsadga yeta olmaydi. Tushunarlimi? Yeta olmaysiz u maqsadga, chunki inson omonatni topshirmay turib, o'lmasdan turib, jannatga kirmasdan turib Allohni ko'ra olmaydi. Shuning uchun umrini oxirigacha uni hayoti nima bo'ladi? Zerikishli bo'lmaydi unda. Hayoti bizni tilda aytgandek yigitlarning hayoti doim intilish bilan bo'ladi. Hayoti hamisha bahor bo'ladi. Chunki hamma imkoniyatni ishga solganda ham Allohning jamoliga bu dunyoda yeta olmaydi. Maqsad doim turadi oldida. Mahallada chempion bo'ldingiz. Chempion. Rayonda chempion bo'ldingiz. Oblastda chempion mir bo'ldingiz, mana allanib kelsin. Mana oxiri. Keyinchi? Keyin nima qoladi? Dunyoni go'zalligiga intilgan, unga yetgan odamlar albatta zerikadi undan. Chunki bu dunyoning go'zalligi insonning qalbiga xotirjamlikni bermaydi. Shomlik ulamolardan biri 90 dan o'tdi. Qaddi qomati 10 da. Tishlari, quloq, hamma a'zolari ishlaydi. So'rashdi, qanaqa qilib erishdingiz bu narsaga? Aytdiki, bu a'zolarni Alloh taolo bizga omonat qilib bergan edi. Allohga oshiq bo'lgan bu banda bu omonatlarda harom xarajlarni ehtiyot qiluvdi, yoshligida ehtiyot qiluvdi, qariganida Alloh taolo ular uchun ehtiyot qilib berdi. Shuning uchun aytiladi: "Man asha taqiyan, asha qaviyan." Kim taqvodor bo'lib yashasa, kuchli bo'lib yashaydi. Jismonan ham kuchli bo'ladi, ruhan ham kuchli bo'ladi. Ancha-muncha mushkulalarda kelganda boshiga sinib qolmaydi. Ruh tushunlikka tushib ketmaydi. Chunki man asha taqiyan, asha qaviyan. Taqvodor bo'lib yashagan odam albatta quvvatli bo'lib yashaydi.
Nima uchun musulmon kishining uyi, kiyimi, mashinasi, uy-joyi go'zal bo'lmasligi kerak? Biz go'zal degandachi, albatta dabdabani, hashamatni, isrofni nazarda tutayotganimiz yo'q. Sodda bo'lib turib chiroyli bo'lishi mumkin. Oddiy bo'lib turib pokiza bo'lishi mumkin. Tartibli bo'lishi mumkin. O'ziga yarashgan kiyim bo'lishi mumkin. Rangi-rangiga to'g'ri kelgan kiyim bo'lishi mumkin. Albatta yangi degani emas, albatta qimmati yangisi degani emas, birodarlar. Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Albatta Alloh go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan Madinaga qaytib kelar ekanlar, safarlarning birida aytadilar: Abu Dardo roziyallohu anhudan: "Innakum qodimuna ala ikhwanikum." Albatta sizlar o'zingizlarda birodarlaringizlarning oldiga kelyapsizlar. Fa aslihu rihalakum va libasakum. Kiyimingizlarda, ulovingizlarda isloh qilib chiroyli qilib olinglar. Hatta takunu fin nasi ka'annakum shammatun. Odamlarning yuzidagi holdek ajralib turadigan bo'linglar. Biz kiyimimizni toza qilayotgandagi maqsadimiz mana shu. Odamlarning yuzidagi holdek namuna bo'lib ajralib turishlik maqsadimiz. Undan maqsadimiz Alloh subhanahu va taoloning roziligi. Mashinangizni toza tutayotganingizda niyat yangilab qo'ying. Alloh yaxshi ko'radi chiroyli bo'lganda, pokiza bo'lganda. Oyoq kiyimingizni shangini artayotganda niyat yangilab qo'ying. Alloh pokizani yaxshi ko'radi, go'zalni yaxshi ko'radi. Har kuni kiyiminglar yuvadi, har kuni dazmollaydi. Chiroyli qilib chiqaradi uydagilar sizlarda. Nima maqsadda? Tushunarlimi birodarlar? Bizni ustimiz chiroyli bo'lishligi ustimizdagi bu xohishimizdagi ish emas bu. Bizdan shariat talab qilayotgan ish bu. Tashqi ko'rishimizni chiroyli qilib olib yuraylik. Chiroyli qilib olib yuraylik. Mo'min kishi pokiza bo'ladi, didli bo'ladi, nozik tabiatli bo'ladi. Mana shu narsa odamlarning unga qarab iqbol qilishiga sabab bo'ladi. Agar buni teskarisi bo'lsa-chi, farosati yo'q bo'lsa, yurish-turishi iflos bo'lsa, tartib bo'lmasa hayotida, bu narsa odamlarni undan bezdiradi, qochishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun qaranglarda, dunyoda yurgan dunyo ahllari bu narsani yaxshi biladi. O'shuning uchun do'koniga kirsangiz, gard yuqmaydi do'konida. Hamma polkalari o'rn-o'rnida terilgan. Muomalasi chiroyli, xonasini chiroyli artib qo'ygan, keling taqsir deydi, qo'lingizga kofe tutadi. Shu go'zallik, shu chiroyli muomala, go'zal so'zlar sizni nima qiladi shu do'konga? Qarang, dinni bilmagan, ammo insonni bu yerga tabiatini bilgan dunyo ahllari mana shuna qilib odamlarni nima qilyapti? O'ziga jalb qilyapti. Mana shu hadis birodarlar, innalloha jamilun yuhibbul jamal bizning hayotimizning shiori bo'lishi. Nimaga masjidlarimiz chiroyli bo'lishi kerak emas? Nimaga ko'chalarimiz chiroyli bo'lishi kerak emas? Nimaga uylarimiz go'zal bo'lishi kerak emas? Alloh taolo aytadi: "Huwa ansha'akum fiha wasta'marakum fiha." U zot sizlarni yerdan paydo qilib, unga joylashtirdi. Modomiki shu yer bizni vatanimiz ekanmi? 50 yil, 60 yil, 70 yil, shu uyda 30-40 yil yashaymiz ekanmi? Uylarimizni go'zal qilib chiroyli tutishligimiz birodarlar shariatning talabi. Dinni tushunmagan, dinni, ruhini tushunmagan ayrim soxta taqvodorlar agar g'arbliklarni ko'chalardagi go'zalligini, ekilgan gullarni, pokizaligini maqtab gapirsang, ha, ularga dunyoni berib qo'ygan, bizga oxiratni bergan deydi. Bu kalta fahmlikdan boshqa narsa emas. Kim aytdi musulmon odam go'zal bo'lmasligi kerak, borlig'i? Uyi, joyi, kiyimi, mashinasi. Ha, ularning dunyosini bergan bizga, ha, seniki ham chiroyli bo'laversin. Kim aytdi islomda pokizalik, go'zallikka e'tibor yo'q deb? Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Albatta Alloh taolo go'zal zot, go'zallikni yaxshi ko'radi. Birodarlar, go'zallik nima desa, birinchi navbatda biz uchun ukalar, tushuninglar, odob. Odob. Eng birinchi go'zallik odob. Keyin tashqi ko'rinishimiz, keyin shakldagi go'zalligimiz. Chiroyli odob, chiroyli sabr, chiroyli bir tasarrufotlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam azon aytishlik tarixiga murojaat qilsak, sahobalarga odamlarni masjidga chaqirish uchun nima qilamiz? Maslahat bo'lganida biri qo'ng'iroq chalaylik dedi, biri o't yoqaylik dedi. Xullas qo'ng'iroq chaladigan bo'lishdi. Menga qo'ng'iroq topib kelinglar dedilar Rasululloh. Shunda Abdulloh ibn Zayd Ansoriyning tushida bir kishi keldida azonni o'rgatdi. Turib Rasulullohga xabarini berganida Rasululloh xursand bo'ldilarda, borib Bilolga o'rgating, sizga o'rgatilgan so'zlarni. Chunki uni ovozi sizgidan chiroyliroq dedilar. Mana azon aytayotgan odamning ovozi chiroyli bo'lishligi shariatimizda talabi ekan. Sizdan ko'ra zo'rroq Qur'on o'qiydigan odam turibdimi? O'sha o'qisin, siz o'qimang. Sizdan zo'rroq ishni qiladigan odam turibdimi? Chiroyli qiladigan, o'sha qilsin.
Siz bu yerda turib turing, chunki u go'zalroq qiladi. Qarang, hatto aytayotgan so'zimiz go'zal bo'lsin. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu o't yoqib turgan bir jamoatning oldidan o'tdi-da, "Assalomu alaykum ya ahlun nar." Ey o't egalari, sizlarga salom bo'lsin demadilar. "Assalomu alaykum ey yorug'lik egalari" dedilar. Yorug'lik ham o'tan bitta edi o'zi. Lekin ahlun nar desa xuddi jahannam egalari bo'lib qolamidi? Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni oldiga bir ayol eridan shikoyat qilib keldi. Nima shikoyatingiz bor dedi? Kunduzlari ro'zador, tunlari bedor dedi. Nima degani bu? Fahmni ko'ryapsizlarmi ayollarda? O'sha sahobiy ayoldagi. Kunduzlari ro'zador, tunlari bedor dedi. Umar ibn Xattob ko'p ham e'tibor qilmadi shekilli. "Ha, zo'r ekan-ku ering. Nima rajul" deb qo'ydi. Shu yerda Umar ibn Xattobning oldida turgan Usmon ibn Affon yoki Ali ibn Abi Talib deyiladi. "Ya Amiral Mu'minin, eridan shikoyat qilyapti bu ayol" dedi. Tushungan bo'lsa siz hukm qiling dedi. Nima dedi? Erini chaqirib turib, 3 kun qiyomul layl qilasan, 1 kun ayoling bilan yotasan dedi. Chunki agar 4 ta xotini bo'lsa, 3 kundan keyin o'chirib kelamidi? Qarang, erim menga qaramay qo'ydi, to'shagimdan xabar olmay qo'ydi demayapti. Desa haqiqatida. Ammo shu so'zlarni ishlatishdagi go'zallikni qarang. So'zdagi go'zallikni qarang. Biz qachon o'rganamiz shu narsani? Did, go'zallikka bo'lgan oshiqlik, fahm farosat, musulmon odam shunday bo'lishligi kerak. Innalloha jamilun yuhibbul jamal. Albatta Alloh taolo go'zal zotdir, go'zalligini yaxshi ko'radi. Alloh azza va jalla barchalarimizni odobimizni, qalbimizni, shaklimizni, liboslarimizni, fe'llarimizni, so'zlarimizni, uylarimizni, do'konlarimizni, ko'chalarimizni go'zal qilishlikka o'zi tavfiq bergan bo'lsin. Chunki go'zallik dinimizning talabi. Banda o'zini borlig'ini go'zal qilishga harakat qilar ekan, al-jamil bo'lgan Robbisiga yaqinlashib boradi.